Mobida Banddan Telegram kanali tomonidan O'zib Bitish Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi. 좋아하지 마. 그래, 태양 입꼬리 올려. Sizlar uchun Mobidub kanali dublyajda Kim Jun Hee. A'zolar hali ham chuqur uyquda. Vi birinchi bo'lib uyg'ondi. Ertalabki mashqlar, belni cho'zish. Butun tanani cho'zish mashqlari. Ertalabki tartib, suv ichish. A'zolarni uyg'otish. Uyg'oning hamma. Biz tayyorlanishimiz kerak. Uyg'on. 일어나세요. Turing va tayyorlaning. Shuga qimirlay boshladi. 10 daqiqadan keyin chiq. 나오면 돼. Hopmi? Hey, Hobi qayerga ketdi? Hobi mehmonxonada uxlayapti. Bir oz isinib ol. Og'zingni och. Oxirgi marta boshlang'ich maktabda 1 soat davomida qo'llarimizni ko'tarib tiz cho'kdik. 야, 너무 과학적이야. Bu juda shafqatsiz. Men buni chindan ham sinab ko'rmoqchiman. Men bunga juda qiziqib qoldim. Demak, ertaga oyoq voleyboll o'ynaymiz, yana nima qilamiz? Yoki Tomga tilaklar uchun ibodatxonasiga borishimiz kerakdir. Jazolar, qo'lingizni ko'tarib tiz cho'king. Mo'minsiz ibodatxonasiga boring va mag'lub javob nima desa o'shani qiling. Xo'sh, kim bizni shior bilan boshlaydi? Eng yangi qo'shiqni sinab ko'rsak qanday bo'ladi? 외쳐볼까요, 태영 씨? 달려라. Bu yangi qo'shiq. 그냥 우리는 Yo'q, keling, shunchaki retro uslubida qolaylik. Qo'shiq uchun nima qilishimiz kerak? Bizning shouimiz Rampitis deb nomlanganligi sabab qo'shiq uchun eng yaxshi ovoz ekanligini aytish Rampitis. Bu asosan bir xil narsa, to'g'ri. Unda uni teskari aytsakchi? Aslida odamlar shunday qo'shiqlar aytishadimi? Aslida unday emas. Ha, armiya endi bunday qilishmaydi. Zo'r, keling, endi bunga o'taylik. Keling, asl nusxasini saqlab qolaylik. Keling, uni saqlab qolamiz. Keyin oyoq voleybolining shartlari qanday? Bu shunchaki to'pni otib ketishingiz kerakmi? U tugashidan oldin 3 ta sakrash bo'lishi kerak. 3 ta sakrash oralig'ida aynan 3 ta sakrash bo'lishi shart emas, to'g'rimi? 3 marta urishimiz kerak. Demak, u tepishmi yoki sakrashmi? Bu 3 ta sakrash bo'lishi shart emas. Demak, jamoalar tuzildi. Mana shunday, to'g'rimi? Birinchi qavat jamoasi. Birinchi jazo. Kecha Tiyung aytgan gap. Qo'llaringizni ko'tarib tepaga tikilib turasiz. Qo'llaringizni yuqoriga ko'tarib va tiz cho'king. Qo'llaringizni yuqoriga ko'tarib tiz cho'king va atrofga aylaning. Buni qanday qilyapsiz? Tiz cho'kib o'rnidan turdingizmi? Hey. Siz yaxshisiz. Mana shunday siz yaxshi qilyapsiz. Demak, mana shunday 15 daqiqami? Xo'sh, ikkinchi jazo. Bo'lmasa, ibodatxonasiga bormoqchimisiz? Bo'lmasa, ibodatxonasiga boring va tom plitkalarga yozing va u yerda tilak bildiring. Shunday qilib, bo'lmasa ibodatxonasiga borish ikkinchi o'rinda turadi va uchinchi raqam. Yengilgan jamoa oziq-ovqat mahsulotlarini olib ketadi va ular ovqat pishiradilar va tozalash va kofe tortish kerak. Bu ajoyib eshitildi. Lekin agar jamoamiz mag'lub bo'lsa, bu eng yomoni bo'lardi. Ha, 3-raqamni amalga oshirish mumkin. Birinchisi ham bajarilishi mumkin, lekin ikkinchi raqam shunchaki yo'q. Qani qiziqarli bo'lardi, hammamiz birgalikda tom plitkalarga yozamiz. Unda qur'a tashlash bo'yicha nima deysiz? Adolatli qilish uchunmi? Xo'sh, qur'a tashlayapmizmi yoki oziq-ovqat beryapmizmi? Qur'a tashlaylik. Birinchi raqam nima ekanligini eslay olmayman. Birinchisi, qo'llaringizni yuqoriga ko'tarib tiz cho'kasiz. Ilgari hech kimni bunchalik katta qilib yozganini ko'rmaganman. 보이겠는데요? Jin, biz hamma narsani ko'rib chiqamiz. Men ularni juda ko'p qatlayman.
Chunki agar bunday qilmasam, 누가 뽑아? kim chizyapti? 남준이 리더니까. Buni Namjun qilish kerak, chunki yetakchi. Chunki siz rahbarsiz. Jiddiy aytyapsanmi? Taqdirimiz bunga bog'liq. Bu yerda hech narsa yo'q. Uni mana shunday oching, sen unga qarab Namjun. 그렇게 하면 무슨 의미가 Buni qilishdan nima foyda? 카와이. Hey, menimcha biz muammoga duch keldik, ha? Ikkinchi raqam. O'g'il savodxonasiga boring va Tom plipkasiga tilak yozing. Hey, biz buni yutishimiz kerak. Jungkook, biz g'alaba qozonishimiz kerak. Jang kiyimlarimizni almashtiramiz, shoshiling. Hey, Jungkook, biz g'alaba qozonishimiz kerak. Biz jiddiy bo'lishimiz kerak. 야 잠깐만 이겨야 돼. Men bor kuchim bilan o'ynashimga to'g'ri keladi. Taeyunning yuziga qarang. 아니 저희 가서 먼저 Men mashq qilishni boshlayman. Voy, xo'p. Ketishdan oldin biz shior qo'shig'imizni aytaylik. 달려라. Xo'p, ketaylik. Ketdik. Ketdik. Bu ikkalasini ketish niyati yo'qligi aniq. Ketdik, tur. O'rningdan tur. Tur, ketaylik, shoshil. O'rningdan tur. Biz 3 ta deb hisoblab o'rnimizda turamiz. Tur. Tur, men katta bo'lganim uchun bilib men turaman. Keyin sen ergashasan 1 2 3. Biz turishimiz kerak. 일어났네. Siz turdingiz. Qani ketdik, tur. Yo'q. Men charchadim. Hey, shlapamni yech. Biz qila olamizmi? 아 그래요? Rostdanmi? 원래 좁고 이렇게 Oyoq voleybol 높았어요. torlari shu qadar balandmi? Bu shunchalik baland emasmidi? Oyoq voleybol haqiqatdan ham qiyin. 어우. Qani ketdik. Ketdik. Taqdirli o'yin. Muzlayapman. Tezroq harakat qilsangiz sovuq bo'lmaysiz. Bu yomon, mashq qilmasdan ketamizmi? Darhol boshlaylik, mashq qilmasdan boshlaymizmi? Taeyun, jahl qilmang. Taeyun, jahl qilma. Barchamiz keyinroq kechki ovqatdan saqlanishimiz kerak. Agar yutqazsak, bir-birimizni quchoqlaylik. Keling, ularga ko'p kulaylik. Xo'p, xursandchilik qilaylik. Mayli, qanday qilib? Sen buni qilasan. 에이스 오케이 받기만 하고 그렇지 해서 딱 그냥 Qani bu yerdan bam, mana shunday. Biz sinishimiz kerak. 몸 풀어야 오케이. Qani keling. Bu xizmat ko'rsatish o'yini. Lekin nega siz xizmat ko'rsatish o'yini uchun xizmat qilyapsiz? Bu haqiqat. Xo'sh. Boshla. 할게. Mana boshladim. Chiqib ketdi. Chiqdi. Bizning xizmatimiz. Men seni servis ustasi deb o'ylagandim. Qanday qilib usta bo'lib qoldi? Hammangiz gapirdingizmi? Voy, bu usta qulab tushyapti. 이코. 오케이. Xo'sh, bittachi-ku. Mayli. Mayli, kechirasiz, uzr, mening aybim. Kim Sokjin jamoasi? Ketdik. Kim Sokjin. Endi qo'limizda kelgancha o'ynaymiz, ha? 오케이 Ese, men senga ko'rsataman. Jamoalarning nomi Ese. 보여줄게 완전 Sizga ko'rsatib qo'yaman hozir. Tashqariga. Nima qilyapsan? Sen endi xizmat qilma. Nima qilyapsan? Yo'q. Ey, o'chir. He, tushundingmi? Yungi. Hey, nima bo'lyapti? Nima? Juda afsusdaman. O'zingizni biroz juda yoqimli tutmayapsizmi? Biz 2 ochko to'pladik. 형. Xo'p, ketdik. Bosh bilan. Lekin bo'ldi. Asiya 1, Kim Sokjin jamoasi 3 ball. Bosh bilan zarba berishing kerak. Kechirasiz, aqlingizni ishga solishingiz kerak. Xo'p, mana keldi. Oling va yuqoriga sakrang. Bosh bilan uring. Tushundim. Tep. Mana bo'ldi. Darhol tepib yuboring. Tushundingizmi? Tushunishingiz kerak. Buni tushunishing kerak. Oyoq qo'llaring yo'qmi? Bu juda past. Mayli. Bu tomonda esa ziyofat. 이코. Xo'p, men. Xo'p, mana bu yerda. Voy, ko'kragingizdan foydalanib yo'q dedingiz deb o'ylagandim. Men bir soniya bidaman deb o'ylagandim. Xo'sh. Kuting, xo'p. Zo'r keldi, juda zo'r. Darhol qaytarib yuboring, xo'p. Zo'r, mana shu yerda. Sokjin jamoasi oldinda. Men xizmat qilaman.
Ha, bo'ldi shu. Bo'ldi, zo'r. Hop, to'g'ri menga yaqinlashdi va meni kutilmaganda ushlab qoldi. 이쿠. 오케이. U hali ham ichida. Yana bir marta tugatib yuboring. Hammasi joyida. Kutib tur, Teyun. 오케이. Men olishimni xohlaysizmi? Yo'q, hop. Yo'q. Boring, mayli. Hop, tushundim. Yaxshi. Asli jamoasi hali ham bir balda. Nega men uni shunday tepdimi? Keling, erta chiqib ketamiz. 우리 일찍 퇴근해 오자. O, Jin ajoyib xizmat ko'rsatdi. 그러니까. 자, 헤딩. 아, 해. 자, 헤딩. 아, 해. Hey, hop. 오케이. Biz o'sha o'yinda yutqazdik, to'g'rimi? Bu bitta set edi, to'g'rimi? Xo'sh, tushundim. Bu biz uchun yaxshi ko'rinmayapti. Yongining soxta hujumi ajoyib edi. Yongi, men senga buning uchun pul o'tkazaman. Jin boyvachcha. 야. Keling, buni chin dildan ham qilaylik. 한디. Hop, boshlayman. 오이. Hop. Meniki. 미미. Yaxshi va oson bo'ldi. Hop. Voy, yomon. 이렇게 Bu shunchaki shunday o'ynashimiz kerak. Sen buni qilasan, Teyun. Yo'q. Yongi, 할 수 있어요. siz buni qila olasiz. 형이 해야 돼. Buni qilasiz, buni qilishingizni xohlayman. Xizmat qilishimni xohlaysanmi? Ha. Qani kim? Sok Jin. Yongining porsiyasi o'tkir. 오케이. Zo'r kirib keldi. Bu o'tkir edi, voy, zo'r. 오케이. 나이스. Jimmy, sen kimsan? Professionalmisan? Siz professionalmisiz, Jimmy? Men bu yerda qabul qilaman. Keyin yuqoriga darhol ko'tarilaman. Ha, keling, buni yutib olaylik. Hop, Namjoon, lider. Bo'ldi, zo'r. Hop, bu nima edi? 형 바로 해. Darhol qayerga oshir? Men qayerga oshirishimni xohlaysan? To'g'ridan to'g'ri Bomuns ibodatxonasiga. Yaxshi, juda yaxshi, Teyun, sen bunga ustasan. Jin, oshir. Bir-birini taqlid qilishda juda ham usta. Uni masxara qilayotganini qarang. 미미. 헤딩. 아니. Mana boshlang. 옮겨. Bu juda kulguli. He, tush. 이냐. Chiqdimi? Chiqdi. Hop, yaxshi. Men uni orqa tomondan bosh bilan uzatib yuboraman. Hop, yaxshi. Hey, mayli, yaxshi. Nima? Yaxshi, silliq. Yaxshi, yoqimli. 나이스. U bunga aylanib qo'ydi. Hobi, yaxshi, yoqimli. 그렇지. Juda yaxshi. Master darajali boshqaruvni ko'rdingizmi? 이쿠. Men oldinga o'taman. 오케이. Hop, men 살짝. tashqariga. Out. 이쿠. Men, siz men dedingiz. Kechirasan, ko'ryapsanmi? Meniki, sen qilasan, mayli. Yengilgina yuqoriga ko'taring. 야, 신지. 야, 들들. Kim? Sok Jin. Biz buni qila olamiz. 야, 다 Biz shu yerdamiz, hisob 10. 자, 형이 해요. Sizga. 자, 형이 해요. Sizniki. Kim Sokchin jamoasi 11, Asi jamoasi 10. Voy! Kim Sokjin. Rostdanmi, biz buni yo'qotyapmizmi? Mos keladigan ochko. 이쿠. Xo'p, meniki. Tugat. 넘겨. Kim Sokchin jamoasi hali ham oldinda. Ya. Qanday aytdim? Hobbidan o'rgansanglar bo'lmaydimi o'ynashni, Armi? Yana bir raund o'ynamasligimiz kerakmi? Qanday qilib buni yutqazdik? 3taga birinchi bo'lib yetib keldi. 3tadan 2tasi eng yaxshisimi? 3 marta g'alaba qozonishingiz kerak bo'ladi. 3 marta. 3. Hop, mengiz qo'llaringizni ko'taring va 10 soniya davomida shu yerda turing. Keling, buni darhol qilaylik. Yo'q, devorga tur. Devorga boring. Biz buni darhol qilamiz. Devorga qara. Qo'llaringizni yuqoriga ko'tarib, tiz cho'king. Mayli, 10 soniya shu holatda qoling. Attiga 10 soniya. Teyun, sen o'rningda turishing kerak. Devorga qarab. Yaxshi. Siz kichkina pankalar.
kichkinasan. Mayli. 맞아요? Bu tomonni alishtiryapmizmi? Keling, almashamiz. Sizlar bu yerdan qaytib kelsalaring, juda hurmat qilaman. Hammasi yaxshi, bu oxirgi o'yin. Shikoyat qilmang, xo'pmi? 이거 서브 게임이 Bu xizmat ko'rsatish o'yini, to'g'rimi? Yo'q, bu xizmat ko'rsatish o'yini emas, yo'qmi? Shu bilan tugadi. Juda zo'r hujum edi, Jungkook. 아니야. Yo'q, kuting. 자, Keling, ba'zi qoidalarni tushuntirib beray. Biz yetarlicha bilmas edik. Keling, boshdan boshlaymiz. Bilmadik. Xo'p, qo'yib yuboramiz. Hozir hisob 0-0. 1-0. 1-0. Yo'q, oxirgisi hisobga olinmaydi. Bizga yana xizmat qiling. Ha? Unda bilmaganingiz uchun bizga xizmat qiling. Keling, ularga beraylik. Xo'p, sizning xizmatingiz. Xo'p, bu safar haqiqatan ham. Out. Oyog'ingizda ozgina g'azab bor. 아니야. To'g'ri emas, jahlingiz chiqmasin. Teng tabassum qil. Xo'p, men tushundim. Yengil teginish. Shunchaki darhol yuboring. Ket, juda baland. Nima uchun? Bu yerda nima bo'lyapti? Bu to'g'ri hisoblanyaptimi? Bu chiqmagan edi. Yo'q, allaqachon. Biz shunday yo'l tutishimiz mumkin. Okey. Mana boshladim. Xo'p, yaxshi, Namjoon orqasiga qaytdi. Bu keskin edi, Namjoon. Yengil teginish, hobby. Boshla. Oyog'ing bilan. Bo'ldi shu. Men shunchaki jo'natib yuboraman. Voy, hey boshliq, tushundingizmi? Men boshqatdan boshlayman. Oson yubor, oson. Bo'ldi. Sizniki. Shunchaki oching. Xo'p, yaxshi. Asa 2 ball, Kimsokchin jamoasi 1 ball. Yaxshi, bu bizning haqiqiy mahoratimiz. Kim, Sok, Jin. 이쿠 Xo'p, biz davom etishda og'irlashdik. Qarsak chalmang. 오케이 이쿠 뺐다 Hey, quyosh to'satdan chiqib ketdi. Hey, kuting. Bu nima o'zi? Chaqmoq. Kimdir buni olib ketsin. Juda qattiq debmang. Mana boshladim. 좋아. 오케이, 나이스. U hozirgina yuzini ishlatdimi? Bu kulguli edi. 나이스 Jimin, hozir juda xursandsan. Xo'p, men bu yerga ko'chib o'taman. 오 나이스 Voy, ajoyib aylanish to'pi. Vo, qanday ajoyib partiya. 자, 할게. Ehtiyot bo'ling. Mayli, shunchaki yengil tegining. Yaxshi, bu juda aniq edi. Juda o'tkir, juda. Juda zo'r, Kimsokchin. Mayli, uni ko'taring sekin. Kim, Sok, Jin. Nega biz buni qila olamiz deb aytmaymiz? 할수 있다 오케이 자할 Hay, suv. Biz buni sehri ravishda ham qila olmaymiz. Hey, yana. 하나 둘셋할수 있다 렛츠고 몰라 Keling, bu o'yinni boshqa tomonga o'zgartiramiz. 자, 내가 많이. 오케이. 형. 아니 근데 이거는 많이. Okey, men boshladim. 좋아. 넘겨. 정보 좋다. 그렇지. 좋아. 정보가 좋다. 됐어. 올려. 살짝 나이스 Bu ajoyib edi. 날카롭다. Siz buni olishingiz kerak. Ha, albatta. Bu to'rga tegdi. Ushlandimi? 아니 괜찮아 Mayli, xotirjam bo'laylik. Sizlar u yerdan yashirib o'tib ketmoqchi edingizlar, shundaymi? Bu firibgarga qarang. 나이스. 오케이 나 제이가 살짝 아씨 야. 그렇지 렛츠고. 나이스 Men senga aytgandim-ku, biz qo'limizdan kelguncha o'ynaymiz. Hey, xavotirlanmang. O'zingizdan oldinga o'tmang. Men hatto hayajonlanmagan ham edim. 헤딩. 내가 할게 오케이, 날카롭다. 나이스. Out.
Mayli, biz tezlikni qaytarib oldik. Biz ularning harakatini to'xtatishimiz kerak. 장난감. O'yin o'ynashning hojati yo'q. O'yin o'ynashga hojat yo'q. 나이스. 어이. 어이. 오케이. 회전 나 좋다. 할게요. 헤딩. 오케이. 헤딩. 할게 할게. 아니 형이 형. 하자. Nima qilishimni xohlaysiz? Men olaman. Vi olib orqasiga otvordim. Namjon esa yordam berdi. Voy, juda afsusdaman. 야. Bu sizning boshlanishingiz shunday o'tdi. 아니. 아, 그러네. Biz deyarli yetib keldik. 이코. 발 그냥 바로 넘기지 말고 천천히 천천히. 형이 형. 저거 가자. 저거 가자. 형. 오야. 좋아. 받아주고. 할게 할게. 아 형이 형. 할게 할게. 아 형이 형. Yuring, bu bosh bilan urush juda baland edi. Bu juda qiyin edi. Yaxshi, Jungkook zo'r. 좋아. Biz uchun mos ochko. 아니, O'yin ochkosi rostdan darhol yubormang. Oyog'ingizdan ham foydalanishingiz mumkin. 어이, 좋다. 그렇지. Xullas, o'yin tugadi. Kimsukchin jamoasi oldinda. O'yin tugadi, Kimsukchin jamoasi g'alaba qozondi. Ya. To'g'ridan to'g'ri ko'ksinga tushdi. Jamoasi yutqazganiga Hobbi xursand. Ikkita haqida nima deyishingiz mumkin? 2-2 hisobida g'alaba qozonish qiziqarli bo'ladimi? Bu qiziqarli eshitiladi. Baribir soningiz ikkala tomonga ham ketyapsiz. Shunchaki o'zgarmang va 2ga bo'lining, yuqoriga va pastga. 그렇지. 위. Jamoadagilar juda mos bir-biriga. 할수 있어. Biz buni uddalay olamiz. Jamoalar mukammal. Keling, kimga xizmat ko'rsatishni aniqlash uchun tosh qaychi qog'oz o'ynaymiz. Xo'p, olib keling. 가위바위보로. 먼저 하세요. Xo'p, o'ng tomondagi jamoa hozir xizmat qilmoqda. Kimto'ying o'zining eng gullab yashnaygan davrida chap oyog'ingdan ham foydalanishing mumkin. Yo'q, bu servis o'yini. Hisob 1-0. Hisob 2-0. Mana bunga qarang. Janob Putning voleybol tomonidan berilgan naqadar yomon fikri. 2-0. Men Bomuns ibodatxonasiga bormayman. Menga Bomuns ibodatxonasi kerak emas. Xo'p, boshladik. Tomoshabinlarni zudlik bilan chiqarib tashlash kerak. Jamoaga ruhiy zarba berishyapti. Janob voleybolning g'ururi butunlay yo'q qilindi. Men uyga borishni juda xohlayman. Mayli, tijlaning. Out. Men kelajakni ko'ra olaman. Yo'q, qila olmaysiz. Hali bilmaymiz, kuting. Men bu tomonda Bomuns ibodatxonasini ko'ra olaman. 나이스. 이게 안전한 서브거든요. 자, 바로 넘기거든요. 바로 그렇지. 좋아요. Nihoyat bu haqiqiy o'yinga o'xshaydi. 좋아요. 형 올려. Bu tizda edi, tizangizda foydalana olmaysiz. Bu juda ajoyib ko'rinardi. Bu juda yaxshi, siz juda yaxshisiz. Xo'p, Jungkook, Vini janob Put deb chaqirishyapti. Yutqazadi, bizga ovqat pishirib beradi deb. Namjon aslida juda zo'r. Ana shu maqtayotgan Jungkook. Bomuns ibodatxonasi oldinda. Men hatto ochko yo'qotayotgan ham emasman. Bu darvozaga tegdi. Bu raund uchun ham yana bir ochko bor. 도쿠하라 선수 지금 설레기 시작했어요. 한 번 더. 그렇지. Yungi qanchalik harakat qilayotgani kulgili. Yungi ko'p gapirgani uchun atayin qilishdi desam-da. Yungining ovoz reaksiyalari juda kulgili. 민기 형의 저 소리가 너무 웃겨. 매치 포인트. Va oxirgi yo'l bor. 여기서? Bu yerdan Yungi tugagandan xursand, Visa qochib ketyapti. Chunki yutqazdi. Xo'p, endi 1-1 g'alaba qozongan o'yinmi? Nima? 1-1? Yo'q. Shunchaki hazillashdim. Tabassum qiling, tabassum. Oxir oqibat eng kam borishni istagan ikki kishi bo'ldi. Etiyon, men bunga boshidanoq yo'q degandim. 형이랑
Biz Teyun bilan kutmoqchi edik. Lekin u ikki jamoaga bo'lishimizni talab qildi. Keling tabassum qilaylik, qo'l berib ko'rishaylik. Hop, xoinlar. Yaxshi o'yin, to'satdan hisob 5-2 ga aylandi. Xiyonatkorlar, ajoyib ish qildingiz. Biz bir jamoa edik. Yungi sen bu raundni olib yurgan eding-ku? To'liq men 8 ochko oldim. Men 8 ochko oldim. Men o'zim bilan juda faxrlanaman. G'alaba qozonish juda yaxshi tuyuladi. Raqobatda qo'llab-quvvatlash yo'q. 밥 먹으러 Qani ovqatlanaylik. Hatto qo'llaringizni ham ko'tardingiz. Biz qo'llarimizni ko'tarishimiz kerak edi. Ha nima? Hatto qo'llaringizni ham ko'tarishingiz kerak edi. Siz bugungi Rambetsning qahramoni edingiz. Qahramon? Qani ovqatlanaylik? Och qolyapman. Voy bu ajoyib ko'rinadi. Voy bu gyogu-ku. Taom uchun rahmat. Hammaga rahmat, bugun juda qiziqarli bo'ldi, haqiqatdan ham. Bunday yig'ilishimiz juda kam uchraydi. Men anchadan beri o'zimni kulgandek his qildim. Rostdan ham ancha vaqt o'tdi. Teyun, kulgu uchun rahmat. Men shunchaki qattiq kuldimki, kuchim tugab qoldi. Agar sizlar baxtli bo'lsangizlar, men ham baxtliman. Keyingi Rambetsis uchun nima qilishimiz kerak? Oyoq voleyboli. Hey, menimcha ha. Keyingisi uchun ha. Biz dinamik bir narsa qilishimiz kerak. Parashyutdan sakrashmi? Flax attraksionga tekis yuz bilan chiqish kabimi? Men qo'rqinchli attraksionlarni qila olmayman. Men Flaxni juda yaxshi ko'raman. Keyin Jin siz bilan ketishim mumkin? Ketishing kerakmi? Demak birgami? Jungkook ham yoqadi, senga endi yoqmaydimi? Rostini aytsam, menga unchalik yoqmaydi. U kutilmagan devor qurdi, lekin unga yoqmaydi, chunki u yutqazdi. Jin, menimcha siz juda xursand bo'lganingizni aytgandingiz. Sen devor o'rnatgan odamsan. Sayohat haqida barchangiz qanday fikrdasiz? Rostini aytsam, bu oson emas edi, lekin men juda ko'p kuldim. Bo'lmasa ibodatxonasiga piyoda borish uchundan ham 20 daqiqa vaqt ketadimi? Bundan ko'ra Seul ibodatxonasiga borishimiz kerak emasmi? Men ham shunday deganim, Teyun, sen yugurishda zo'rsan. Bo'lmasa ibodatxonasiga yugurib borish haqida nima deysan? Og'zingizga nimadir tegdi. Aytaylik, faqat Yungi bilan men ketamiz. Yaxshi narsalar faqat biz bilan sodir bo'lsa-chi. Siz ham biz uchun tilaklarni yozishingizga to'g'ri keladi. Men shunchaki birga borishni o'ylayman. Shunchaki burningni qimirlatishda davom etaver. Biz nima qilishimiz kerak? Plyaj voleyboli haqida nima deysiz? U menga juda yoqadi, men sinab ko'rganman. Plyaj voleyboli juda kulgili ko'rinardi. Bu o'ziga xos chet el muhitiga ega. Yoki sport yo'lidan butunlay o'tishimiz kerakmi? Keyingi safar voleybolni sinab ko'rishimiz mumkin. Chunki hech birimiz o'ynay olmaymiz. Lekin men boshqa davlatdagi maktabga bormoqchiman. Biror narsaga diqqatingiz jamlangandan so'ng chindan ham ishga kirishasiz, shunday emasmi? Maktabda nima qilishni xohlaysan? U yerda borib, qo'llar ko'tarib devorga tik turishni xohlaydi. Yo'q, men boshqa mamlakatda o'qishni xohlayman. Va birinchi davrda nima qilishlarini ko'ring. 그때 가서 생각할게요. Va shunga o'xshash tarzda biz aniq bir narsaga ega bo'lmadik. Xo'sh, biz bir nechta g'oyalarni o'ylab ko'rdik. Keyingi safar biz birlik kontent kabi narsalarni sinab ko'raylik. Yakkaxon tarzda. Demak, bizda Yungi va Teyun bor. BTS. Bo'lmasa Temple epizodini suratga olishingiz kerak. Teyunning yuzi birdan qorayib ketdi. Biz ishlarni shunday qilamiz. Biz guruh va bo'linma ishlarni alohida bajaramiz. Iltimos, yangi albomimiz uchun ko'p yaxshi energiya olib keling. Men borib ishonch hosil qilaman. Arirang albomimizga tilak bildirish uchun. Shunchaki albom katta muvaffaqiyatga erishsin deb yozing. Lekin 2026-yil ulkan muvaffaqiyatga erishaylik deb yozing. Yo'q, keling BTS 2 katta muvaffaqiyatga erishsin deb yozaylik. Faqat 2 muvaffaqiyatli bo'lsa-chi? BTSning 2026-yildagi chiqishiga ruxsat bering. Katta muvaffaqiyatga erish. Unda nima deysiz? BTSni 2026-yilda chiqaraylik. Baxtli yakunlaylik. Yakunlash bu oxir emasmi? Hey, kelinglar shunchaki baxtli bo'laylik qo'shig'ini aytaylik. Kelinglar baxtli bo'laylik BTS. Bu g'alati eshitiladi. Kelinglar shunchaki tozalab ketaylik. Ikkalangiz davom etishga ruxsat. Ikkingiz bo'lmasa ibodatxonasiga qanday borishingizni ham ko'rishingiz mumkin. Hammamiz shiorni aytamiz va tugatamiz. Bugungi janob Foot va Grandpa Foot voleybol bo'limi juda qiziqarli edi. Va eng kam borishni istagan ikki kishi ketayotgani. To'g'ri, menimcha bu ham kulguli. Keyingisi Jin. Men ham bugun o'zimni juda baxtli his qildim. Birga ta'tilga kelgandek his qildim. Umid qilamanki, BTS juda yaxshi chiqadi. Jimishi, men Teyun bilan birga bo'lganimda xursand edim.
Men uchun BTS bilan birga bo'lish 제 소원 중 mening tilaklarimdan biri edi, 오늘 그 to'g'risi. 소원을 이뤘습니다. Va bu orzu bugun amalga oshdi. 저희는 Nega safar qaytamiz? Nega hobbi haqida so'ramayapsiz? Hobbi nima deyishni allaqachon o'ylab yurgan edi. To'g'ri? Ha? U allaqachon bu haqda o'ylayotgan edi. Men ham boshqalar kabi his qilyapman. 형이 하고 Davom eting 저희 우리는 va buni boshlang. Ancha vaqt o'tdi. Nega mendan so'ramaysiz? Sen allaqachon gapirmadingmi? Rostdanmi? Biz bir kechada sayohat kelganimizga ancha bo'ldi va biz juda kulguli vaqt o'tkazdik. Bu juda qiziqarli edi. 1 2 3 salom, xayr. Xayr deganda nimani nazarda tutyapsan? Baribir BTS ishlashda davom etadi. 고생했어요. 시속 40km 구간입니다. 속도에 주의하십시오. Gangwondoning Bomunsa bututxonasi. Biz Bomunsa bututxonasiga boramiz. 가시죠. 10 yil bo'ldimi? 아, 그래? Shundaymi? 10 yil bo'ldi. 10년 만이긴 하네. Haqiqatdan ham rost rosa 10 yil bo'ldi. Esimda biz bu yerga biror narsa foydali ekanligini eshitganimiz uchun kelgandik. Biz bu yerga hamma narsa yaxshi bo'lishini umid qilib keldik. Haqiqatdan ham katta umidda. Lekin hozir ham shunday. Biz bu yerda hamma narsa yaxshi bo'lishidan umid qilib turibmiz. Faqat ikkimiz haqimizni yozsak mayli. Kim Taeyong, Min Yoongi 2026-yil ulkan muvaffaqiyatlarga boy bo'lsin. 민윤기, 김태영. Lekin a'zolarning bir qismi 해왔던 게 ular o'zlarini tashlab ketgandek his qilishlari mumkin. Ular samimiy tilaklarini yozib ketishmoqda. Barcha memberlarning ismini yozishmoqda. Biz haqiqatdan ham bu yerga keldik. Barcha a'zolarning ismi va 2026-yil muvaffaqiyatli kelsin degan 저희 놓고 오겠습니다. tilak yozishgan. Hozir uni o'sha yerga olib boramiz. Qaytib kelamiz. Mobita Banddan Telegram kanali tomonidan O'zib BTS Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi.